Eng katta xulosam insonni stержeni bo'lishi kerak, o'sha stержeni iymon bo'lishi kerak. Sizga yo'llaringiz davomida shayton shunaqangi ko'p sinovlar beradi. Pul bilan bog'liq, vaziyatlar bilan bog'liq, odamlar bilan bog'liq. Shunaqa ko'p sinovlaringiz keladi hayotingizda. Lekin agardaki har qanaqa sinov kelsa, siz pulda yutqizsangiz ham, o'zingizni ichingizdagi tuyg'ularingizda yutqizsangiz ham, misol uchun atrofingizdagi do'stlaringizda yutqizsangiz ham, do'st deb o'ylaganlaringiz qaysidir shu qaroringiz tufayli ketib qolsa ham, xodimlaringizda yutqizsangiz ham, lekin iymoningizda yutqizmasangiz, bo'ldi siz yutasiz. Keyingi levelga o'tishingizdan oldin sizga katta shunaqa bitta bir iymon sinovi keladi. Agarda o'shanda katta pul yutqizib olasiz, lekin iymoningiz yutyapti. Bo'ldi, o'shani ushlashingiz kerak. O'shani usha olsangiz, bitta galochka olasiz tepadan, next step, keyingi stepga o'tasiz.